coach sifatida sizga 3 ta samarali usul beraman. Birinchisi bu birinchi soatimizni o'zimiz uchun dunyoga emas, o'zimiz uchun berishimiz kerak. Ya'ni sotsiyetlar, telefonlarni olib, ijtimoiy tarmoqlarga vaqtimizni ketkazmasdan, avvalo men, keyin boshqa insonlar degan usulda o'zimiz uchun vaqt ajratishimiz kerak. Ikkinchisi tonggi 2 ta blokka bo'lish. Birinchisi tana va ong energiyasi bo'lsa, ikkinchisi maqsadlarimiz, strategiyalarimiz uchun ajratish. Tana va ong energiyasi bu, например, suv ichish, harakat qilish, mashqlar qilish, yoga qilish, shukronalik kundaligini to'ldirish. Keyingisi fokus va strategiya. Eng muhimi bitta, ikkita, uchta sizni maqsadlaringizga A, B, C nuqtalarga olib boradigan imенно maqsadlaringizga va fokusingizni, vaqtingizni ajratish hisoblanadi. Uchinchisi, tongdagi kuch oynasi 90-120 daqiqa davom etadi. Uni yaratish, strategik fikrlash va chuqur ish uchun sarflashingiz kerak.